Xabar qilinishicha, Sharq Turkistonning Kucha noyisida Saqchi idorasining boshlig'i 45 yoshli Himmat Qarining barliq siyosiy huquqlaridan mahrum qilinib, tutib turilib tekshirilayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Uning jazolanishiga bu yilning boshida bir necha do'sti bilan shaxsiy parang selishganda jazo lagerlari qurilgandan buyon nurg'un kishi o'lib ketdi degan so'zlarning sabab bo'lganligi ma'lum. Turkiyada ommaviy tashkilotlar Uyg'ur o'quvchilarini qo'lladi. Sutuq Buğraxon ilm va madaniyat vakfi Turkiya miqyosida universitetlarda o'qiyotgan o'quvchilarni asos qilib turib, 2019-2020 yili o'qish yili ochilish marosimlari doirasida Bursa shahrida yangi mavsumni o'qish boshlash marosimi o'tkazdi. Marosimga Bursa shahrining muavin boshlig'i, Ulug'daq universitetining muavin mudiri va ommaviy tashkilotlarning rahbarlari ishtirok qildi. Mazkur vakfa o'quvchilarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lib kelmoqda. Fransiyaning poytaxti Parijda yangi natsist qirg'inchiligi Uyg'urlarga bo'layotgan temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inga Fransiya, Yevropa Ittifoqi, Amerika va kishilik huquq kengashidagi nopozliq Uyg'ur masalasi mutaxassislaridan Ursula Gottier, Rian Tom, Nikoli Morigli va Sophie Richardson qatorliqlar qatnashdi. Qozog'iston Xitoyning Tongfang Shivi shirkati bilan Qozog'istondagi 11 chegara nuqtasini zamonaviylashtirish kelishimi tuzilgan. Xitoy shirkati Alaqol, Qalzot, Maykop Shagay qatorliq 11 chegara eg'izini zamonaviylashtirish va yangidan qurish ishlarini boshlaganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Qozog'iston orasidagi bu kelishimning chegara bexatarligini oshirish va yangi texnikalarni qo'llanishni o'z ichiga olgan bir kelishim ekanligi bildirildi. Xitoyning Tongfang Shivi shirkati 1997 yili Xitoy sobiq raisi Hu Jintaoning o'g'li tomonidan qurilgan. Hongkongda saqchilar asli planlangan namoyishga ruxsat qilmagandan keyin namoyishchilar norozilik bildirish uchun Edinburg maydonida jam bo'ldi. Namoyishchilar maydonni yalfullarning chiroqlari bilan yoritgan bo'lib, ba'zilari Amerika bayrog'i ko'tarib olgan, ba'zilar bo'lsa adolat g'alaba qiladi degan shuarlar yozilgan plakatlarni ko'targan. Maska qonuniga norozilik bildirish uchun yakshanba kuni o'tkazish planlangan namoyishga ruxsat qilinmagandan keyin namoyishchilarning norozilik qo'zg'algan edi. Angliya parlamenti hukumatning Yevropa ittifoqi bilan hosil qilgan yangi kelishim ustida muzokara olib berayotgan paytda Londonda 1 milliondan kishi Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilish haqida yangi bir umumiy ovoz qo'yish o'tkazilishini talab qilib namoyish qildi. Yevropa ittifoqidan ayrilish masalasida yana bir referendum o'tkazishni talab qiladigan Xalq rayi tashkiloti uyushtirgan namoyishda 1 milliondan kishi Xeyt bog'chisidan Angliya parlamentiga yurdi. Namoyishchilar bosh minister Boris Johnsonning Yevropa ittifoqi bilan tuzgan yangi kelishimiga norozilik bildirdi.